Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim. Men sizlarga ajoyib bir kalsiyni tavsiya qilishdan avval o'sha kalsiy mahsulotimizdan natija olgan insonimizning fikrlarini eshitishingizni xohlayman. Ana undan so'ng boshqa videolarimda sizlarga mana shu kalsiy haqida o'zim bundan tashqari judayam ajoyib ma'lumotlarni joylab boraman. Men bu loyihaga sog'ligim tufayli kelib qolganman. O'zim endi sog'ligimda qon kamligi, buyrak shamollashi yoshligimda xronический bo'lib qolgan. Keyin allergiya bor edi, matkada zamburug' degan holatlar bo'lgan, soch to'kilishi bo'lgan menda. Meni bu loyihaga o'zimning onajonim taklif qilganlar. Boshida ishonmaganman. Bu kompaniyalar hammasi biologik bandligini bilganman, lekin shunaqangi yaxshi rezultat berishini bilmaganman. Menda buyrak shamollashda tez ukol olib turardim. Deyarli har oyda ukol olib turganman va kalsiy glyukonat har oy buyurardi menda o'sha matkadagi zamburug' tufayli. Eng yomoni soch to'kilishi bo'ldi menda. Soch to'kilishi uyma bo'lib to'kilib boshladi. Vrachlarga ko'rindim, doktorga ko'rindim, mazlar berdi, ukollar berishdi. Ukol olmadim, lekin mazlarni olib, lecheniyalarni qilganimda sochimda chiqishlar bo'ldi, lekin unday bilinmasdan ketmadi-da. Har joydan chiqib, soch to'kilishi bilinib qoldi. Shundan keyin menda shu narsa stress holatiga ham olib keldi. Hayotimda juda ham bir noxush voqea tufayli stressga tushib qolgan edim. O'shandan keyin soch to'kilishi unchalik chiroyli bo'lmadi va shu mahsulotni olishga qaror qildim va aktivniy koralliy kalsiy va ko'zim quvash mahsulotlari, ya'ni Magic Pick loyihasini sotib olib ichishni boshladim. Kim tavsiya qildi? Onam tavsiya qildi. Onam. Onajonda qanday bezra qiladigan narsalar bor edi? Meni onamda o'zi ancha yillar oldin matka olib tashlangan. O'zi bitta a'zomizda olib tashlanganligi boshqa a'zolarimizga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun bu kit kasalliklari ko'p edi. Shu sog'liklari tufayli matka butunlay olib tashlangan. Va onajonimda ko'rgan rezultatni ko'rib ham unchalik ishonmadim, to'g'risi. Keyin majbur bo'ldim, shu sochim to'kilgani juda ham menga og'ir olib keldi va mahsulot sotib olishga. Ishonib ishonmasdan aktivniy koralliy kalsiyni ichib boshladim. Xo'p, mahsulotni oldingiz, olganingizdan keyin qaysi birini qanaqa dozada ichishni davom ettirdingiz va sizda 5 kunlik, 10 kunlik, 20 kunlik o'zgarishlar haqida gapirib bering ozgina. Menda birinchi mahsulotni yarimtadan ichishni buyurishdi. Qaynamagan tirik suv bilan, bezgan suv bilan ichib, mahsulotni yarimtadan til ostiga so'rishni aytishdi. Mahsulotni ichganimda birinchi rezultatim, kayfiyatim yaxshi bo'ldi. Yana bitta rezultatni aytmoqman, menda qabziyat bor edi. Shu farzandlarim bilan birgalikda gijjadan qutulish uchun klizma qilganmiz. O'shaning asorati qabziyat paydo bo'ldi menda va katta o'g'limda. Birinchi rezultat o'sha kayfiyatim, oshqozonim yaxshilanib bordi, qabziyatim yo'qolib bordi. 10 kundan keyin har 10 kunda dozani oshirib borishni aytishdi menda. Ya'ni yarimta bittadan, bitta keyin 2 martadan ko'tarildi. 3 oy buni ichganimdan keyin menda ko'zim quvashni qo'shishni tavsiya qilishdi. Bunda sochimda mayinliklar, yuzimda tiniqliklar, teri holatlarining yaxshi bo'lishi, soch esa bir xil me'yorda o'sishini o'zimda rezultatni ko'rdim. Shu natijalar menga juda ham ishonch berdi. Necha kunda o'zgarish bo'ldi? O'zgarish 3 oyda bo'ldi. 3 oyda bo'ldi. 3 oyda bo'ldi. 3 oy davomida mana shu mahsulotni iste'mol qildingiz va mahsulotimizni necha miqdorini iste'mol qilib bo'ldingiz o'sha? 3 oydan. 3 oyda bu mahsulotimizdan 3 pochkalar ketdi. Bunda endi boshlagan edim. Bunda o'sha yarimlariga yetganda rezultat ko'rib boshladim. Tushunarli. Mahsulotni iste'mol qilganingizdan keyin, o'zingizda o'zgarish sezganingizdan keyin mahsulotni faqat o'zingizga ravo ko'rdingizmi yoki kimgadir aytdingizmi? Men oilamda birinchi ravo ko'rganim va ularga ham ichirib boshlaganim o'zimning farzandlarim. Ikkita o'g'lim bor, ularga ichirib boshladim. Aynan ularga ham shunaqa muammo bor edi, angina bor edi. Yoshligidan angina, keyin kamqonlik. Shuning uchun tez shamollash, ich ketar, oshqozonni tez buzilishlari, keyin gijja. Gijjada juda ham ko'p davolanganmiz, klizmalar qilganmiz. Boyagi dorilardan, damlamalardan ichirganman. Mahalliy tilda chesnoklar yedirardim, effekt bermasdi. Farzandlarimga zo'r rezultati, ishtaha ochildi, yuzdagi dog'lar ketdi. O'qishga nisbatan yaxshi, ijobiy o'qib boshladi, injiqlanardi. Kichkina o'g'lim ham, katta o'g'lim ham dars qilmasdi. Rezultatni shulardan ham bildim.